Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, yurakdagi mahzunlikni ketkazish uchun nima qilish kerak? Aybdorlik hissi qiynasa, nima qilish kerak? Baxtli odamlarni ko'rsam hasadim kelyapti. Avval hech bunaqa emasdim. O'zimni yomon ko'ryapman debdilar. Nimadan mahzunlik qarash kerak birinchi o'rinda? Avvalambor shuni bilingki, o'sha mahzunlik gunohlarga kafforat. Agar inson gunohlaridan qutulishni istasa bu dunyoda, oxiratgi gunohlarini yelkasiga ortib ketishni istamasa, mana shu mahzunlikka ham sabr qilish kerak. U bizni tozalaydi gunohlarni. Va o'sha gunohlarda inson o'zini isloh qilish kerak, chunki o'sha gunohlar mahzunlikni olib keladi. Bir-biriga bog'liqda bu narsa. Gunoh qilgandan mahzunlik keladi. Nima uchun? Insonni tozalashligi uchun o'sha gunohlaridan. Shuning uchun yurakdagi mahzunlikni ketkazishni istasa, odam gunohlari, xatolarini to'g'rilash kerak. O'zini isloh qilish kerak. Alloh oyatda aytgan: "Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka." Mening zikrimdan yuz o'girgan kishiga tang hayot bor degan. Donk degani shu yurak siqilishi degani. Ka'annama yas'adu fis sama. Oyatda aytgan, u xuddiki osmonga ko'tarilib ketayotgan odamga o'xshaydi degan. Ya'ni havo yetishmaydi. Bu hammasi shu Allohning zikridan chalg'iganidan bo'ladi odam. Shuning uchun gunohlardan taqvo qilib, Allohni ko'p-ko'p zikr qilish kerak. Boshida majburlab o'zini inson. Namozlarda ham hattoki ishonmasangiz mana shuni bir o'qib ko'ring. Odam namozda ham ichi pitirlab ketaveradi ba'zan, siqilib shu tez o'qisam, tugatsam deb turadi. Ana shunaqa paytda o'zini majburlab odam 1-2 kun namozni sekinlik bilan o'qib, zikrlarni sekin ko'p-ko'pdan qilsa, o'rganadi va mana shu narsadan keyin rohatlanadigan bo'ladi. Qalbidagi mahzunlik ketadi. Alloh jannat ahlida haqida aytgan Qur'onda: "La xawfun alayhim va lahum yahzanun." Ularga xavf xatar yo'q jannatda va ular mahzun bo'lmaydilar degan. Shuni tafsirida ulamolar aytishganki, dunyoda ham jannat bor. Unga kirgan odam ham xuddi shunday, hech narsadan qo'rqmaydi, hech narsadan mahzun bo'lmaydi. U nima? Dunyodagi jannat zikr. Agar inson haqiqatdan kira olsa, qalbi bilan o'sha zikrga kirishib keta olsa, ya'ni hech narsadan qo'rqmaydi va hech narsadan mahzun bo'lmaydi. Hech narsa uni xafa qilmaydi. Xafa qilgan taqdirda ham tezda yupanadi. Alloh unga o'shanga yarasha sabr beradi. Mana Rasululloh ham o'g'illari o'lganda mahzunmiz deganlar, lekin bu yurilavermaganda mahzun bo'lib, tezda ko'nikib ketganlar o'sha narsaga. Shuning uchun shu gunohlardan taqvo qilib, odam zikrga o'zini bag'ishlab, qalbi bilan kirishib ketishligi kerak. Aybdorlik hissi deyilyapti. Agar kimdandir haqqini yeb gunoh qilingan bo'lsa, aybdorlik deyilyapti. Odam o'shandan roziligini olish kerak, haqqini berish kerak. Banda haqqini kechmaguncha Alloh uni kechirmaydi. Endi bu keyingi narsa, baxtli odamlar ko'rsa hasad kelish. Buning uchun odam ko'zini tiyish kerak. Ya'ni Alloh oyatda aytgan: "La tamuddanna aynayk ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Odamlarga hayot dunyoning ziynat qilib bergan ne'matlarimizga ko'zingizni tikmang degan. Hasad nimadan paydo bo'ladi? Odam hammani hayotini kuzataverishidan. Unga qarab unda yashayapti, unga qarab bunda yashayapti. Dunyo ishida odam o'zidan past odamlarga qarash kerak. Ya'ni alhamdulillah men sog'man, mana qara mendan battar odamlar bor. Nogironlar bor, kasallar bor, xoruzor bo'lib yurganlar bor. Ana shu o'zidan pastki tabaqaga qarasa, o'ziga berilgan ne'matlarni odam tushunib, birovga hech qachon hasad qilmaydi, qanoat qiladi. Menga shuncha narsa berilgan ekan deydi. Ammo yuqoridagi tabaqaga ko'zini tikavergandan odamda mana shunaqa kuyunchoqlik, hasad keyin paydo bo'ladi. Shuning uchun ko'zni tiyish kerak. Ayniqsa bugungi kunda mana telefonda ham ko'zni tiyish faqat u harom harishdan emas, ko'zni tiyish mana shunaqa odamlar hayotidan ko'zni tiyish. Hamma yaxshi yashayapti ekan, maza qilib, bitta men bechoraman degan his ana shunda odamda paydo bo'lmaydi. Allohu a'lam.